Xavfsizlik o'zi nima? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Xavfsizlikning ta'minlanishini-chi? Xavfsizlik bu avvalo xavf-xatarning yo'qligi, xavf bo'lmagan holatdir. Zero xavfsizlik insoniyat va jamiyatlarning ustuvor omilidir. Har kunimiz yangi sinovlar va yangi tahdidlar. To'g'ri, bir qarashda xizmatimiz ko'zga ko'rinmaydi va ko'pchilik mehnatimizdan bexabar. Lekin aynan mana shu urinishlarimiz millionlab odamlarni himoya qiladi. Va bu himoya aynan sarhadlardan boshlanadi. Bu malika emas. Lekin xavf ichkarida ham yo'q emas. Jamiyatga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan chog'larda ham biz sergak tortamiz. Har bir oilaning sirlari bo'lgani kabi, mamlakatning ham o'z davlat va harbiy siri bo'ladi. Biz aynan mana shu sirni tun va kun muhofaza qilamiz. Bugun biz xavf-xatar, joy va makon tanlamaydigan zamonda yashayapmiz. Texnologiyalar rivojlangani sayin tahdidlar ham o'zgarib, yangi ko'rinishlarda namoyon bo'lyapti. Oliy maqsadimiz mamlakat va xalq xavfsizligi. Biz bu yo'lda tinch va osoyishta hayotimizga to'g'anoq bo'layotgan kuchlar bilan har kuni, har soat kurash olib boramiz. Gapirasanmi yo'qmi? Har soniya sergak tortib, hushyorlikni jilovlab va ulkan mas'uliyatni his qilgan holda biz qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlaymiz. Lekin biz har qanday sinovga javob berishga doimo tayyormiz. Xavfsizlikka tahdid soluvchi omillarni oldindan aniqlash va ularga munosib javob berish bo'yicha puxta strategiyaga amal qilamiz. Bizni himoyamiz ostidagi insonlar oldidagi mas'uliyat hissi yetaklaydi. Biz yengil yechimlarni kutmaymiz va qisqa yo'llarni qidirmaymiz. Biz e'tirof va minnatdorchilik kutmaymiz. Chunki vatan himoyasida doimo shay turishni burch deb bilamiz. Biz to'xtamaymiz. Xizmatimiz doim davom etadi. Ertangi kun yangi sinovlarni olib keladi va biz tayyor bo'lamiz. Xavfsizlik har birimizning qo'limizda. Bugun, ertaga siz uchun, vatanimiz uchun.